Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz hech qanday bozorda emasmiz. Bugun biz Sifat Tekstilning Qo'qondagi filialidamiz. Sifat Tekstil o'ziga yangi Telegram kanal ochdi va bundan tashqari 12 ta viloyatga 14 ta filialimiz ham ochildi. Sizlar bemalol qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bizning do'konlarimizga kelib, Qo'qondagi tovarlarimizni Qo'qon narxlarida xarid qilsangiz bo'ladi. Qani Alisher akadan so'raylik, nima qilishyapti ekan? Assalomu alaykum Alisher aka. Alaykum assalom. Hormang, charchamayapsizmi? Rahmat. Hozir viloyatlarda do'kon ochilgan bilasiz. O'sha viloyatdagi do'konlarimizga xudo xolasa chiroyli qilib tovar ajratilyapti. Esingizmi, mana bu narsani bozorda narxini so'radik. 3000 so'mdan edi menimcha. O'sha endi hozir Qoraqalpog'istonda ham 3000 so'mdan bo'ladi endi. Surxondaryoda ham O'zbekistondagi hamma viloyatdagi filiallarimizda xudo xolasa 14 ta do'konimizda hammasi amal qiladi. Juda ham ko'p qilib bosib qo'yildi mana. Bemalol o'sha optim ulgurji narxlarda shu Qo'qon narxda bozorda ko'rilganmi, tekstilda ko'rilganmi, hammasi shu xudo xolasa ulgurji optim narxda o'sha viloyatdan olinsa bo'ladi. Sababi mana hozir mana Xorazmdagi filialimizga chiqib ketyapti, bitta qopdi. Mana buni Qashqadaryodagi filialimizga, mana buni Jizzaxga, mana o'zi telefon nomeri, manzillari ham turibdi. Mana Namangondagi filialimizga. O'sha filiallarimizga mana qoplab, chiroyli qilib chiqarib yuboryapmiz. Mana futbolkalarni esingizda nech pulida narxini ko'rganimiz? 5000 so'mdan ko'rgan edi. 5000 dan ko'radi. Endi hozir bu hamma viloyatdagi filialimizda 4000 so'mdan bo'ladi. Yanada arzon qilindi. Bu yerdan yo'l kiroylarigacha o'zimiz to'lab chiqarib yuboryapmiz, ko'ryapsiz? Mana shular hammasi 4000 so'mdan. Arzonlashtirib yuboribsiz-da? Arzonlashtirildi, 4000 so'mdan qilindi. Xalqimiz maza qilsin, ham viloyatlardagi do'konlarimizda ham shu Qo'qon narxida bo'lsin degan maqsadda qildik. Bulardan ko'p bosib qo'yildi. Hammasi tanaga ozor bermaydigan, hibi 100% paxta materialda ishlandi. Har bittasi bo'ynida tikilishlari va choklariga juda qattiq e'tibor berildi. Chunki bu hammasi o'zimizda sotiladi, o'zimizni mijozlarimizga, o'zimizni maxsus sotuvchilarimiz sotishadi. O'shan hisobiga hammasi sifat. O'shuning uchun brendning nomini ham Sifat Tekstil qilib qurdik. Bular ham 4000 so'mdan. Bular ham 4000 so'mdan hammasi. Kim ham bunaqa vishivkaliklari bunaqa qarang. Sizga ko'rsataman endi. Qarang, yangi kalta futbolkalari chiqdi mana. Bular qanchadan? Qani vishivkali bulardan 4000 so'mdan chiqardik. Chiqarganda ham. Sifati zo'r ekan. Tigirish tonchalar mana. 5000 so'mdan, materiali Xitoy material. Buni ham hamma filiallarimizda bor. Bemalol olib ketishingiz mumkin. Mana ular navarajonilar, mana qarang. Sanaychi, qanday sanashni ko'ringda. Ichidagi narsalarni. Ha, mana 1 osh xo'ragi, 2 shapkachasi, 3 qo'lqopchasi, 4 xalati, 5-inchisi mana buni ishtonchasi. 6 sumkasi, 7 mana vishilkasi. Shu komplekt hammasi endi hamma filialimizda 17000 so'mdan bo'ladi. Mana 17000 so'mdan komplektchalarimiz bor ekan. Haqiqat mana hammasi realni turibdi. Nechtadir kategoriyada, nechtadir ob'yomda bo'lsa, hamma filiallarimizdan bemalol olishingiz mumkin. Va undan tashqari to'y balachalarimizga to'g'ri tushadigan razmerda sportivkalarimiz chiqqan. 3 yosh, 4 yosh, 5 yoshlarga sportivka tepa pasti narxini 25000 so'mdan qilib chiqardik. Hamma viloyatdagi filiallarimizda bor bo'ladi. Endi mana buni navarajonnimiz chiqqan. Bu ham o'sha nimalik? U 6 talik edi, bu 5 taliga chiqdi. Bular qancha? Mana buni yoqaligi, har xili buni hamma filialimizda 8000 so'mdan narxi. Mana ob'yom. Bitta narsa kamligiga 8000 so'm. Bitta narsa kamligiga 8000 so'm. Komplet hamma narsasi, mana rasvetkasi, mana rasvetka, mana yerda hammasi, mana ob'yom bosib qo'ydik. Hamma filiallarimizga chiqarib yuboradigan darajada nechtadir filiallarimizga o'tib olishsa bo'laveradi bemalol. Bemalol zakaz qilsalaringiz bo'laveradi mana arzon narxlarda. Keyin buni katta balachalarga 3 yoshgacha pijama chiqardik. Yangilik modelda. Bu pijamalarni narxini chiqarganda ham 12000 so'mdan chiqardik. 12000 so'mdan pijamalar. Tepa pasali eslasangiz bozorda ko'rdik. 16000 mi deyishgan edi? 16000. Ha, 16000 deyishgan. Endi biz hozir buni 12000 so'mdan bozor narxidan ham arzon qilib chiqardik. Bularda ham rasvetkalar bor. Keyin ayollarimizga sharf, ro'mol, chiqqan narsalar chiqarildi. Bu ham hamma filiallar ketyapti 13000 so'mdan. 13000 so'mdan.
yana 60-70 razmerlik nimalar lasinalarimizni bozorda ko'rsatgan edik, bir eslasangiz. Narxini 5000 so'mdan deyishdi. Keyin hali qozog'istonlik akamiz 1000 ta kerak deyishdi. Borsak yo'q ekan. 1000 ta chiqdi. Balkim 5000 dan qoplamagan bunga yoki-da nimadir bo'lganmi, lekin biz katta partiyada qilib bosib qo'ydik. Bizda 5000 so'mdan doimgi narxda. Bu ancha bor-a? Olishni bemalol zakaz qilishsa bo'ladi. Bemalol zakaz qilishsa bo'ladi. Paypoqlar mana qopi bilan bosib qo'yganmiz. Viloyatlardagi filiallarimizga chiqarib yorilyapti. Paypoqlarning narxini 2000 so'mdan qilib beryapmiz. Mana shu bir pochkasi 20 ming so'm. Bular ham 2000 so'm. Ha, 2000 so'mdan. Bular jenskisi. Mana jenskiy paypoqlar, muzkoy paypoqlar 2000 so'm. Hali 4 ta 5 ta bas. Avion bosib qo'yildi hammasi. Katta avionni, keyin atlas ko'ynichalar mana hammasi. Ochib ko'rsatinglar atlas ko'ynichalar. Mana ilinganlarini anaytgan ilib qo'ydim adashmasam. Narxi shu 31 ming so'mdan qildik. Juda chiroyli narxlarda. Keyin anaqa sviterchalar, o'g'il bolachalarga bularni ham Telegram kanalida kuzatyapsizmi? Telegram kanalga hammasi rasmlarni joylab qo'yilyapti. Narxlari bularning 10 ming so'mdan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga ko'rsatib borilgan mahsulotlardan tashqari mahsulotlarimiz Telegram kanalimizga ham joylangan. 14 ta filialimizdagi magazinlarimiz lokatsiyasi va telefon nomerlarini hammasi Telegram kanalimizga joylangan. 3 minglik chapkadan ham rosa ko'p sotdik-a. Mana bitta ularni ham bosib qo'yildi. Hozir bu Andijondagi filialimizga 1000 ta, 2000 ta borsa sotilib ketyapti. Mana hammasi rasvetkalari, gullari, turlari har xil. Bemalol zakaz qilsalaringiz bo'ladi mana. 3000 so'mdan doimgi narxlarda ham hamma filiallarimizdan olishlik mumkin, lekin mana shu narsani men misol hozir deylik Qashqadaryoga yoki Samarqand yoki Buxoro men shu narsani chiqarib yuboraman desam, atdagi filial bo'lmasa agar deylik mana shu 70 ming 80 ming so'mga yo'l kiro bilan boradi. Lekin endi hozir siz biz kuzatib turganlar bemalol filialimizga o'tib, mana shuni Qo'qon narxida 3000 so'mdan, ya'ni bitta pochkasiga 30 ming so'm berib olib ketishlik mumkin. Biz shuni yo'lga qo'yganmiz. Bitta keyin Xitoy lasinalar, mana Xitoy shimlar, ana paypoqlar ko'ring, obuvlar, tapchikalar, jenskiy ichki kiyimlar, har luboy narsa, ro'mol, hamma narsani bitta ko'p narsa hozir olinmadi, sababi qoplab yubordik mana. Qopni ko'rib turibsizlar, mana qopga somon solib qo'yganmiz. O'sha 4 ming so'mlik futbolkalardan berildi, mana har xil narsa berildi. Bitta keyin hali 10 ming, 12 minglik fatalar bor edi. Kelin ko'ynichalar narxi juda ham arzon. Hozir yana bir kishilik pastellarimiz bor edi. 39 mingdan sovordik buni ham mana filialimizda telefon nomerlari bilan Xorazm, Jizzax. Keyin mana uni vishilkaliklarni ham ko'rdik bozorda. 29 mingdan ko'rganmiz. 29 mingdan deyilgandi, lekin 29 mingligi faqat mana tepa pastida xolos, ha? Mana shular ko'rsatiladi. Endi hozir bizda yangilik chiqqan mana. Hozir kapishyonkalik mana bunaqa reklamalari bor. $50 ga mana shu abrazis olib chiqarilgan. Endi bular ham 29 ming so'mdan. Bular qanchadan? 29 ming. Hammasi 29 ming so'm. Hammasi. Keyin bundan tashqari Xorazmdagi do'konda ham 29 ming. Namangondagi do'konda ham 29 ming. Bishkalilar ham 29 ming. 29 ming hammasi. Mana bunaqalari chiqqan, mana bunaqalar. Hammasi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, bishkalilar ham 29 mingdan ekan. Bundan tashqari mana ko'ynichalarimizdan chiqqan mana hozir. O'sha yozda yangi kalta futbolkagacha keladigan, lekin narxi 29 ming so'mdan bular ham bemalol. Atlas ko'ynichalar qancha? Ha, atlas ko'ynilar 31 mingdan hammasi. 31 mingdan mana. Keyin mana buni dvoykalarimiz bor. Bular maktab yoshgacha tushadigan, 3-4-sinflarga tushadigan 34 mingdan chiqarildi. Bularimiz 12 ming so'mdan chiqarildi. Necha yoshga bular? Haqiqat 3 yosh, 2 yoshga tushadi. Materiali qanaqa bu? Paxta 100% paxta. 100% paxta. Qo'yinglar, bozorlarda ko'rganmiz 85 mingdan deyilgan. Endi hozir bular bizda Sifat tekstilda hamma do'konimizda 59 ming. 59 mingdan qo'ynichdan. Qo'ynichdan 59 ming. Mana har xil rasvetkasi bor. Bitta ko'p qolmadi, qoplab yubordik-ku, chiqarib yuborildi. Hamma viloyatdagi filiallarimizda bor. 59 ming so'mdan, xudo xolasa, doimgi narxlarda. Endi mana buni finka, futbolka, yoqalik
bozorda ko'rganimizda eslasangiz 20 mingmi 21 ming deyishadi. 21 ming so'm. 21 ming. Endi 19 ming so'mdan bizda hamma do'konlarimizdan olishlari mumkin. Ob'em ko'p. 19 ming so'mdan. Ob'em juda ko'p. Keyin bitta bundan tashqari mana nimasi bor buni futbolkasi bor, finkasi bor mana har xil mahsulot, har xil rasmlari. Keyin bundan tashqari mana bitta anaqa futbolkalari bor mana. Futbolkalari ham mana. Buni materiali boshqachami? Ha, lapsha materialda mana. Bular qanchada? Bizda qalaga tushgan. Bularda 19 ming so'mdan. Hamma filialimizda 19 ming. Bitta bizda hamma filialdan 19 mingdan hammasidan ob'yom bor. Aytib o'tganimizdek narxlar juda ham arzon. Siz qaysi viloyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar bizning do'konlarimizda mana shu narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Va bizning viloyatdagi telefon nomeri yoki lokatsiyalarimiz sizga kerak bo'lsa, Telegram kanalimizdan bemalol olishingiz mumkin. Siz savollaringiz bo'lsa bizga bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz ham mumkin. Ko'rib turibsizlar azizlar, hammasi narxi arzon va sifatini imkon boricha ko'rsatdik sizlarga. Biz hozir shu narsani qildikki, Qo'qondagi narx boshqa, Qoraqalpog'istondagi narx boshqa deb o'tirmadik va bizga qancha furada kerakmi yuk, kuchimiz ham yetadi, baytdagi yukimiz ham yetadi. Xudo xolasa, qaysidir viloyatdan qanchalik ob'yom kerak bo'lsa, yo qanaqadir do'kon ochmoqchi bo'lsa, ma'lumot kerak bo'lsa, ekranda nomer turibdi. Hozir 12 ta viloyatda hozircha 14 ta do'kon bilan Sifat tekstil boshlandi. Xudo xolasa, hech qanaqa bozorga kelib, ortiqcha xarajat qilib, 2-3 kun kilik qilib kutib, unaqa narsa bo'lmaydi. Bemalol filiallarimizga kelib, siz Samarqanddan, siz yo Buxorodan do'konimizga kelib, bemalol tanlab ko'rib, sifatini ko'rib, yoqqanini xarid qilib ketishingiz mumkin. Va bundan tashqari, bizda chiqib turgan ob'yomda juda yuklar ko'p va chiqqan yuklarni biz filiallarga, albatta rasmga olib ko'pini o'tirmayapmiz-da, filiallarga chiqarib yuboryapmiz va filiallarimiz chiroyli qilib rasmga olib, video qilib, imkon boricha kanalga, Telegram kanalga Sifat tekstilga joylab bormoqda. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar va Sifat tekstildan uzoqlashmanglar. Rahmat barchaga, charchamanglar.